Dini ziyoli Yusufjon Samat Xitoy zindonlarida qamoq jazosiga hukm qilingan. Yusufjon Samat Otishda ma'rifchi oilada tug'ilgan bo'lib, boshlang'ich va to'liq o'rta maktablarni Otishda tamomlagan. Diniy ma'rifni oila tarbiyasida olgan. 10 yoshida Qur'on Karimni to'liq yod olgan. Urumchida atalmış İslam dini institutida o'qib tamomlagan. Yusufjon dini ziyoli bo'lish bilan birga ko'zga ko'ringan yozuvchi bo'lib, uning har xil asarlari, har xil jurnal va to'r betlarida e'lon qilinib turganligi uchun nishonliq shaxs tizimligiga kirgizilgan va davomli ta'qib ostida yashagan. 2004-yilning oldiki oyida Qirg'izistonda bir mezgil tijorat bilan shug'ullangan. Keyin Beijing Millatlar Universitetida Xanzu tili o'rgangan. 2009-yili 5-iyun Urumchi qirg'inchiligida Urumchida bo'lganligi uchun Xitoy hokimiyati Yusufjonni gumon bilan bir qancha oy tutqun qilib, jinoyat ortmaganligidan qo'yib bergan bo'lsa-mu, qora tizimlikka kirgizib qo'ygan. 2010-yildan keyin Xotanda yerlashib qolgan. Yakki tijorat va ijodiyat bilan shug'ullangan. 2014-yildan boshlab Xotanda yana Xitoylarning to'la so'roq tahdidlariga uchirgan Yusufjon 2015-yili yozda Otishga ko'chib ketishga majbur bo'lgan. 2017-yili kuzda millionlagan begunoh Uyg'urlar qatorda lagerga solangan bo'lib, 2018-yili 5,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Ota-onasi Xitoy zindonlariga qamalgan egichaqsiz millionlagan bolalarga o'xshash Yusufjonning narsida 3 farzandimi otasiz yashamoqda. Xitoy o'lka shaharlarida yashayotgan Uyg'ur savdogarlarning uylariga Xitoy soqchilari tomonidan kuzatish kameralari o'rnatilganligi o'ttirg'i chiqdi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Xitoyning Shinjin shahrida yashayotgan bir Uyg'ur yosh ommaviy taratquv hisobida o'zining Uyg'ur bo'lganligi uchun uyiga kamera o'rnatganligi haqida uchur e'lon qilgan. Samarjon ismli bu yoshning ommaviy taratquda e'lon qilgan uchurini Twitter hisobida o'rtoqlashgan amerikalik tadqiqotchi James Milward butun dunyoga ta'sir ko'rsatayotgan Xitoy virusini Xitoyning nomi bilan atashni irqchilik degan Xitoy Kommunist partiyasining Sharq Turkistonlik Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa millatlarga qaratgan siyosatining amaliyotda irqchilik bo'ladiganligini aytdi. Turkiya Səhiyyə Ministri Faxriddin Koca o'tgan 24 soatda Wuhan virusi bilan yuqumlangan 3892 kishining bayqalganligini, 76 kishining vafot bo'lganligini bildirdi. Bunun bilan Turkiyada vafot bo'lganlar soni 725 ga yetdi. Ministr Koca virus bilan yuqumlangandan keyin salomatligi asliga kelib, doktorxonadan chiqqan kishining 1582 ekanligini aytdi. O 7 aprelgacha 228.868 kishining tekshirilganligini, yuqumlangan kishining 34.109 nafar ekanligini bildirdi. O mundaq dedi: "Tunugun davlatimizni sirtqi qarta ayirib etgan edik. Hozir shaharlar ara ayirib etish tadbirlariga rioya qilishimiz lozim. Uyda ayirib etish kerak bo'lganlarni raqamlik texnika orqali ko'zitamiz. Kerak bo'lganda shu an askartilgan sistemaning tayyorligi butidi. O yana biz Yevropa davlatlari ichida eng burun tadbir qo'llangan davlat. Agar karantin qilishda muvaffaqiyatli bo'lsa, burun tadbir qo'llanganligimizning ortiqchiligini ko'ra olamiz" dedi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy virusi vabosi haqida o'zlariga xato tavsiyada bo'lgan Dunyo Səhiyyə tashkilotini qattiq tanqid qildi. Trump Twitter hisobida e'lon qilgan bayonotida Dunyo Səhiyyə tashkiloti Wuhan virusi yuqumida Xitoyparast bir pozitsiya tutmoqda dedi. U Dunyo Səhiyyə tashkiloti bu qitim rasmiy xatolashdi, mablag'ning ko'p qismini Amerika ta'minlaydi. Lekin bu tashkilot texicha Xitoyni yoqlamoqda. Buni biz bo'sh qo'yib o'tmaymiz deb ta'kidladi. Trump Dunyo Səhiyyə tashkiloti yuqumining dastlabki mezgilda Xitoydan Amerikaga keladigan aeroplan safarlarini to'xtatish qaroriga bergan tavsiyalar haqida to'xtalib, ilmi yaxshi Xitoyga chegaralarni ochiq tutish tavsiyasini qabul qilmadik. Nima uchun bizga bunda xato bir tavsiyada bo'ladi dedi.
Birleşken Devletler Teşkilatı Mali'de bu yıl açarçılık krizisiga uchraydigan 5 milyon kişinin bo'ladiganligi haqida ogohlantirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı İnsanparvarlik Yardımı İşxonasidan e'lon qilingan bayonotda mazkur davlatda hozir 3 milyon kişinin açlık ve oziqlanish qiyinchiligiga uchirganligi, bulardan 757 mingning ocharchilik chegarasining ostida ekanligi bildirildi. İyun ve avgust mezgilde açlık krizisiga uchraydigan malilik sonining 5 milyonga yetadiganligi, bulardan 1 milyon 300 ming kişinin açlık chegarasining ostida bo'ladiganligi ta'kidlangan bayonotda bu sonning 2019 yilga qaraganda oshganligi bildirildi.